Xiyonat miyada paydo bo'ladi. Insonni esa ehtiyojlar boshqaradi. Uni biron bir ehtiyoji qondirilmaganda unga yetish haqida o'ylayveradi. Nima uchun bu xo'rlikka chidashim kerak? Nima uchun meni erim yoki ayolim mehr, e'tibor, g'amxo'rlik ko'rsatmaydi degan ichki so'zlashuv paydo bo'lgan vaqtda xiyonatga niyat boshlanadi. Ehtiyojidan kechish esa oila qadriyati ustun bo'lmasa agar qiyin. Chunki bebaxt, bezavq, bee'tibor va keraksiz odam bo'lib yashashga hamma birdek sabr qilib ko'nolmaydi. Inson kutishdan va sabr qilishdan, chidashdan charchadimi? Xiyonat yo'liga ming afsus, ongsiz holatda kiradi. Va bu yo'l uni hayotida eng katta xato va noto'g'ri burilish bo'lsa ham xato qilib kiradi. Chunki inson zoti xato qilib to'g'rilovchi bir jon.